ba'zi bir blogerchalarga tosh otmoqchiman. Nimaga yuzinglar tiniqda? Mana shu narsani ancha yillardan beri ishlataman deb yolg'on gapirasizlar. Boshqalardan ko'rgan reelslarni shunda ko'chirib olasiz. Shu videoni chiqarib to'g'ri. Mana shu ikkita kremman. Bitta videoda ko'rdim, lekin o'zim ishlatib ko'rib, endi video qilib chiqazaman. Yuzi tiniq qizlar chiqyapti-da, mana shuni metroga yoki nimadirdan olib chiqishyapti. Qizlar birinchi o'zingizlarga ishlatib ko'ringlar. Chunki vitamin C ni ishlatib bitta qiz yuzlari dog' bo'lib ketganini ko'rdim. Men o'zim shaxsan vitamin C ishlatgan qizni yuzini ko'rdim, dog' bo'lib ketgan. Agar yuzinglar quruq bo'lsa, bu kremlar, retinol va pantenol kremlarini ishlatmasligini maslahat beraman. Sababi meni yuzim juda ham yog'li bo'lgani uchun yuzlarimni quritib beryapti. Meni yuzimda juda ham qizarish, mana ko'rayotganingizdek yuzlarimda burunlarim oldida qizarishlarim bor. Ya'ni ranglarim o'chib, mana bu holatdan bu holatga kelyapti. Bugun 4-kun sizlar bilan birga mana retinol surib ko'rsatib beraman o'zimda. Buni faqat kechqurun, bir kun retinol, bir kun pantenol suringlar. Faqatgina kechqurun, kunduzi surib qo'ymanglar qizlar. Qanaqadir yuzda og'irlik his qilasizlar. Chunki menda mana shunaqa narsa bo'lyapti. Ko'rasizlarmi, yuzlarim mana mamutlari qizarib yotibdi-da. Ertalab tursa mana shu qizarganlarim surilgan bo'ladi qizlar. Kechki tomon yana mana shunaqa sekin qizarib qoladi. Lekin ancha mana bu yon qismlarimda dog'larim bor edi-da. Dog'larim ochartirib beryapti. Bugun 4-kun. Hali siz 1 oyda natijasini olasiz deb yozishgan. Ya'ni men release ko'rdim o'shanda, lekin men sizlarga 4 kunda o'chirib bermoqchiman. Yuzlari yog'li qizlar uchun maslahatim. Agar yuzinglar quruq bo'lsa, bu kremni ishlatmaganinglar ma'qul.